Bugungi obzorimizda Sariq King Kong laqabli ushbu kvadrotsikl bo'ladi. Videoni ko'rishdan oldin Yassam Motors Instagram sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Narxini esa video oxirida aytib o'taman. Kvadrotsiklning oldi qismi yangi dizaynda ishlab chiqarilgan. Laboylariga dvornik o'rnatilgan, tumanga qarshi faralar va 1,5 tonna yukni torta oladigan lyubotkasi ham bor. Yoqilg'i baki 24 litr hajmli, kabina juda ham keng qilib ishlangan. Elektron rul va samosvalli ikkita baquvvat silindr o'rnatilgan. Og'ir yuklarni bemalol to'ka oladi. Ushbu kvadrotsikl 2 tonna yuk tashish uchun mo'ljallanganligi sababli oldiga 25-812, orqa qismiga 25-10-12 g'ildiraklari o'rnatilgan. Bort qismi 2 metr 30 santimetrga 1 metr 40 santimetr bo'lib, balandligi 60 santimetrni tashkil qiladi. Kvadrotsikl 18 ot kuchiga ega, motori 300 kubalik. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu Sariq King Kong laqabli kvadrotsiklimiz 45 million so'm. Yassam Motors do'koni butun Samarqand viloyati bo'yicha 6 ta tumanda o'z filiallariga ega. Agar siz ham mototsikl xarid qilmoqchi bo'lsangiz yoki mototsikllar haqida to'liqroq ma'lumot olishni xohlasangiz, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing.